Voy, xotin, ishdan charchab keldim, oyog'im massaj qor. Uf, jonga tegdi. Oyog'ingizni massaj qilaymi, bolalarga qaraymi, uy ishlarini qilaymi? Onangnikiga yo'qol. Bismillah. Voh. Pochcha, endi kenayimga aytib o'tirmaysiz. Mana mashinasi sizni joningizga og'riq kiradi. Albus oyoq massajyorlari Xitoyda ishlab chiqarilgan. Eng asosiysi boldirdan to oyoq uchigacha massaj qiladi. Oyog'ingiz tagini qizdirib ham beradi. Eng asosiysi 3 xil funksiyada ishlaydi. Aytgancha, 3 xil skorostga ega. Boshlang'ich, o'rta hamda yuqori. Uni bemalol o'zingiz boshqarsangiz bo'ladi. Endi buni ota-onangizgami yoki yosh kattalar, doda buvilarga sovg'a qilsangiz, voy. Oyoqlari mazza qiladi. Erta-kech sizni duo qilishadi. O'zbekistonga birinchi marta kirib kelgan paytda bu 2 million sotishgan. Keyin 1 million 800, 1,5 millionga ham sotishgan. Hozirgi kunda $100 ga sotishyapti. Lekin men bitta joyini bilaman. 799 mingga sotishyapti. Ishonasizmi? Arzonchida 799 ming so'mga. Qayerda topasiz bunaqa narxni? Shunday ekan, agar kela olmasangiz, uyingizgacha yetkazib berish xizmatlari ham mavjud. Arzonchiga obuna bo'ling, like bosing va ushbu videoni oyog'i og'riydigan do'stingizga yuborib qo'ying. Aytgancha, ish vaqtimiz ertalab soat 9:00 dan 22:00 gacha.